Assalomu alaykum, aka-ukalar, chorva ishqibozlari, ferma o'z obunachilari. Aka-ukalar, Xitoy davlatidan 478 ta mollarimiz xudo xolasa fermaga keldi mana. Hammasi. Semental salan semental, galishtin salan galishtin. 2026-yil 20-iyulda xudo xolasa turibmiz aka-ukalar. Mollarimiz akalar 10 kundan keyin sotuvga chiqadi. 10 kundan keyin o'zimiz YouTube'ga, Instagram'ga e'lon beramiz. O'shingacha aloqaga chiqmay turasizlar akalar. 10 kundan keyin o'zimiz aloqaga chiqaringlar deymiz. Xudo xolasa gazini bosib kelaverasizlar. Bitta otalayni ham 10 ta otalayni ham sotiladi. Qochma xunojini ham bor. Asosan bo'g'oz, 400 tadan oshiq bo'g'oz, qolgani qochma xunasi. Xudo xolasa mollarni bitta ko'rsataveraman. Mana shunaqa bitta like bor. Like'ni bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Instagramda ham, YouTube'da ham ferma o'z aloqaga chiqaverasizlar. 10 kundan keyin. Ketdi mana. Mana aka-ukalar, xudo xolasa bir don hammasini bir marta ko'rsatib o'tib ketay. Sizlar uchun mana. Sementallar, mashalloh. Akalar hammasi qilib ko'ngildan. Mana shunaqa tugma bor. Mana shuni bitta bos, obuna bosib qo'ying. 10 kundan keyin sizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz yetib boradi. Xudo xolasa sotuvga chiqadi. Mana shuni bosib qo'ying, havas qilib bitalay, ketdi. Kommentariya fikrlaringizni bildirasiz. Mashalloh. Sementallar qaraydi, joning sog' bo'lsin. Joning sog' bo'lsin. Havas qilgan uyda kamida 50 ta 100 tadan bo'laversin. Mana shunaqa zo'ridan kamida. Mana sementallar bir marta ko'rsatib o'tib ketay aka-ukalar sizlar uchun. Hozir mana pastliq joy, ashinga mollar ko'rinmayapti. Mana ular qaranglar. Mashalloh. Bo'g'oz bular aka-ukalar, bo'g'oz. Mana mollar akalar. Galishtinlarni ham xudo xolasa ko'rsatib o'tib ketaman. Bundan keyingi videoda galishtinlar bo'ladi akalar. Bundan keyingi videoda. Xudo xolasa. Mana mollar qaraydi. To'qol salang, to'qol hammasidan bor. Kimga qanaqasidan kerak bo'lsa. Mana sementallar. Jonivorlar. Mana sementallar. Buni qaraydi. Qoni toza zo'rini olaman deb akalar, xudo xolasa ozgina kutib tursalang, fermer aka-ukalarimiz bo'lsa akalar, sirojni hali bosib yuboradigan joyi. Qoni toza bo'ladi. 21 kundan Xitoyda karantindan chiqqan, 21 kundan. Qorinlar tekshirilgan. Bittanta bruselloz degan narsalar 18 ta kasalligiga tekshirilgan qoni. 18 ta kasalligiga tekshirib chiqarilgan akalar. Mollar hozir 9 kun olib yurib, sal mollar charchoqda. 9 kun mashinadan tushmagan, o'ni katta Xitoy mashinasidan. Mollar ancha ozdigan. Xudo xolasa sementalga qo'yilgan, galishtinga qo'yilgan. Bundan keyingi videoda galishtinlar ko'rsatiladi. Mana joning sog' bo'lgunlar. Naryoqdalarni bir bitta ko'rsatib o'tib ketaman, kerak. Sizlar uchun. Xudo xolasa. Manzil Farg'ona viloyati Quvvat tumani Quvana Anor savxoziga yetib kelgan mollar. Mana jonivorlar. Joning sog' bo'lgunlar. Hozir ichkaridan ham ko'rsataman ben. Mana galish, sementallar. Hozir ichkarida galishlar ko'rsataman bundan keyingi videoda. Mashalloh. Mana joning sog' bo'lsin. Chiqishini qaranglar bularni, aka-ukalar chiqishlarini. Sifat qaranglar mollarni. Joning sog' bo'lsin. Mana shunaqa bittadan like-ni bosib turinglar, o'y akalar. Negativ yozmaymiz. Ko'ngildan mashalloh deb havas qilib yozib qo'ying. 10 kundan keyin sotiladi. Bir dona olsangiz ham 10 ta olsangiz ham. Ha deb negativ yozavermanglar. Akalar qaytdi yo'q gaplar. Telefon qiling, qanaqa gapingiz bo'lsa, gapimga atuvchayt, любой payt javob beraman gapga. Lekin telefon qilib gap so'rab oling. Nima problemingiz bo'lsa, telefon qilib so'rab oling. Yoki negativ u kommentariyada yozish hamma biladi, akalar. Telefon qiling bo'ldi. Nima muammongiz bo'lsa. Sizlarga aytaylar, bitta olsangiz ham 10 ta olsangiz ham sotiladi. Hali faqat 10 ta olaman, 100 ta sotaman deyish yo'q. Bitta olsangiz ham sotilaveradi. Bizdan unaqa nima yo'q. Xudo xolasa mana. Sementallar, joning sog' bo'lsin. Turishini qarang mana hoji aka. Mana jonivorlar. Damni olyapti. Xudo xolasa sarsoqdan chiqsa mollar qumlarda kayf qilib yotibdi. Voy jonivor. Mana. Mana uni qarang. Soskalari hammasini xudo xolasa argina. Mana mollar. Buni qaranglar. Joning sog' bo'lsin. Sen. Ho. Changni qaranglar. Jonivorlar.
Maşallah. Mana mollar. Xudo xolasa. Onlayn savdolar ham bor, aka-ukalar. Bizda onlayn savdolarimiz ham bor. Kelishilgan holatda. Onlayn savdolar bor. Eng qizig'i birinchi qo'l, bir ro'dan olib kelib turib, sotilgan yo'q bu narsalar. Birinchi qo'l, mashinalar ham turibdi, ko'rsatildi. Mashinalar birinchi qo'l o'zimiz olib keldik. Biri olib kelib beryapti, unaqa deyish yo'q. O'zimiz pryamoy olib keldik, akalar. Birinchi qo'l, eng qizig'i. Birinchi qo'ldan olganga yetmaydi baribir. Mana, xudo xolasa. Aloqaga ko'rasizlar. Mana shu bitta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa 10 kundan keyin sotuvga chiqdi deb e'lon qilamiz. Lokatsiyalar tashlaymiz, gazini qo'shaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Bundan keyingi videoda galishtinglar qo'yinglar.